Hammaga xayrli kun do'stlar. Bugun 26-aprel. 24-dan ratsionga o'tilgan. Bugun 2-kun. Namozlarda holatlari. Ozuqalar soat 9:30-10 bo'lyapti kechki. Ozuqalar oldida turibdi. Beda pris ozroq edi, bugun tugadi. Ertadan somonlik ratsionga o'tiladi. 5,5 kilo yem 6,5 kiloga oshadi. Samon ham adashmasam 6,5 kilo bo'lishi kerak. Ko'ramiz. Kontoru 2 ga olingan novosimiz holati. Onun 8 ga olingan novos holati. Aytib o'taman, bu 20-yanvar kuni olingan novos. Bugun 24-aprel. Bu novosimiz esa 13,5 ga olingan. Trives taxminan 400-450 kilo atrofida jamalayapman. Tarozga tortilmagan. Oyoqdagi konteynerda olib molxona oddiy xo'jaliklardagidek molxona. Bu yerga demaxot qo'yilgan, tevaga tortib olib chiqib ketadi. Sassiq havo, hech qanday hid, xush yo'q. Biz o'ylab turibmiz, mana shu o'rtadagi yana yoyga tayyor bo'ladi. Undan keyingi oyga oxirgi bo'lib bu tayyor bo'ladi. Bunga bor 2 oy bor hali. Hali jaga tovorgan yo'q, lekin o'sadigan novos, katta novos bo'lib ketadi. Mana shu 300-350 kilo 300-350 kilo go'sht qiladigan novos bo'ladi. Mana shu. Hali ham o'syapti bu. Mana shu qizil yaqinda tish buzdi. Bunga 1 oy bo'ldi tish buzganiga. O'rtadagi bo'lsa katta o'zi bu. Tish buzganiga bunga kamida 2 oy yoki 3 oy bo'lgan bunga. Novoslarda holatlari. Yeyishlari zo'r. Ertalabgacha 5-10% ozuqasi qoladi. Yonida tuzlari bor. Yemni ko'rsatib o'taman sizlarga. Ideal ko'rim. Ochilmagani 8 ta qopda qoldi. Bugun bitta qopini yana ochdim. Tarozlar bor, tarozlarda tortib berilyapti. Ko'rishlaringiz mumkin endi. Ideal ko'rim. Germaniya tajribasi asosida tayyorlangan, glafoz mineral ozuqasi qo'shilgan. Eko toza deyapti, ekologik toza mahsulot 40 kilo. Made in O'zbekiston. Andijonda ishlab chiqarilyapti hozir. Shirot, ozgina shirot qo'ygan. Oldingi ratsionda. Buni ham ozginadan qo'shib beryapman.
Mana ratsion nima kelib qo'yganman. Ko'rishlaring mumkin. Har bir qopda bo'ladi bu narsa. Ertaga men somonli ratsionga o'tsam 4 kilo somon, 6,5 kilo. Ideal ko'rim beraman ekan. To'g'ri narx ozgina qimmatroq bo'ladi, ko'ramiz endi. Narxni oqlaydimi yo'qmi? Hozir pashta bir oyga yetadigan ozuqa bor. 2,200,000 so'mlik yem olib kelganman. Bitta qop endi tugadi. Bir oyda atrofida yetadigan yem bor. Novvoslarda holatlari yana bir ko'rib o'tasizlar. Iloji boricha kattaroq novvos olaverish kerak ekan, yemga tashlagani. Bular olinganda trivesi 200 kilo atrofida novvoslar edi. 200 dan past 200 atrofida novvoslar edi hammasi. Mayli, sog' bo'linglar. Bugun 26-aprel. Videolarni qo'yishga harakat qilaman, chunki bularning o'zgarishlari o'zimga ham qiziq. Bu o'zim setib yurganim uchun menga unchalik bilinmaydi. O'shuning uchun videolarni o'tkazib qanchalik o'zgarishlarni o'zim ham kuzatib boraman do'stlar. Sizlar bilan Abdurahmon bo'ldi. Sog' salomat bo'linglar. Aytgancha suv ichishlari o'zgardi. Suv ichishlari bir paqirga ko'paydi. Oldingi ratsionda 2 paqirda atrofida suv ichardi. Hozir 3,5 paqir suv ichishyapti. Novvoslar o'zi xohlaganda yeyishyapti. Oldida doim ozuqa turibdi, qorin to'qligi uchun. Qorinlarini ko'rishlaring mumkin. Rasxodga kelsak, rasxod 40 mingdan adashmasam o'tyapti. Hozir ertagalik ratsionni yana bir tekshirib ko'ramiz. Narxini. Bir akamiz aytdi, 40 ming bo'lsa ham qoplaydi, chunki kuniga 1 kilo, 1,5 kilo ves olyapti dedi. 1,5 kilo hisoblab ko'rishlaring mumkin do'stlar. Akamiz qirg'iz novvos boqyapti ekan, bular qirg'iz basli ekan, oddiy o'zimiz местный porodalar. Lekin yapaloq novvos bo'lib ketyapti mana shu. Mayli, sizlar bilan Abdurahmon bo'ldi. Sog' salomat bo'linglar.